Demak, birinchi qadam. Birinchi qadam 2 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich fikrlashni o'zgartirish va imkoniyatni to'g'ri qabul qilish. Hozirgacha ko'pchilikka ma'lum bo'lgan an'anaviy bizneslarda muvaffaqiyat asosan 2 narsaga bog'liq deb hisoblanar edi. Birinchisi, qancha ko'p tanishlaringiz bo'lsa, shuncha ko'p muvaffaqiyatga erishasiz. Qancha ko'p mahsulot sotsangiz, shuncha ko'p daromad topasiz. Lekin MVRLife biznes modelida bunday yondashuv bilan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Bu yerda muvaffaqiyat ko'p tanishingiz borligiga yoki ko'p mahsulot sotishingizga bog'liq emas. Ko'pchilik yangi hamkorlar men hammani biznesga taklif qilaman va juda katta jamoa qilaman deb o'ylashadi. Ammo bu noto'g'ri nuqtai nazar. Siz hech qachon butun bir shaharni yoki butun bir mamlakatni o'zingiz shaxsan taklif qila olmaysiz. MVRLife biznesida muvaffaqiyat to'g'ri tizim qurish orqali erishiladi. Bu biznesda bir haftada boyib ketmaysiz. Shuning uchun faqat odam to'plashga urinmang. Faqat nimanidir sotishga urinmang. Shoshilmang. Eng muhim prinsip: jamoangiz rivojlansa, siz ham rivojlanasiz. Jamoangiz daromad qilsa, siz 2 hissa daromad qilasiz. Shuning uchun haqiqiy lider quyidagilarga e'tibor beradi. Hamkorlarni o'qitishga, ularga yordam berishga, ularni rivojlanishiga xizmat qiladi. Mana shu fikrni tushunish bu biznesda birinchi va eng muhim qadamdir. Ishonch doirasi orqali jamoani shakllantirish. Siz bir vaqtning o'zida 100 kishiga ta'sir qila olmaysiz. Lekin hayotingizda albatta shunday insonlar bor. Sizga ishonadigan va siz ularga ishonadigan, sizni qo'llab-quvvatlaydigan. Odatda bunday insonlar juda ko'p bo'lmaydi. 4-5 kishi atrofida bo'ladi. Odatda bunday insonlar juda ko'p bo'lmaydi. 4-5 kishidan iborat bo'ladi. Bunday odamlar ishonch doirangiz deb ataladi. MVRLife biznesini boshlashda eng to'g'ri strategiya bu. Avvalo aynan mana shu insonlar bilan, ya'ni ta'sir va ishonch doirangizdagi insonlar bilan ishlash. Bu xuddi quyidagi holatga o'xshaydi. Siz juda yaxshi film ko'rdingiz. U sizga juda ham yoqdi. Albatta uni kimga bo'lishasiz? Do'stlaringizga, oila a'zolaringizga va yaqin insonlaringizga tavsiya qilasiz. Chunki siz ularni ham yaxshi ta'sirga olishni xohlaysiz. MVRLife'da ham xuddi shunday. Agar siz ushbu platforma haqiqatdan ham foydali, sayohatda katta imkoniyat beruvchi va daromad qilish imkoniyatiga ega deb ishonsangiz, avvalo bu haqida eng yaqin insonlaringizga aytishingiz tabiiy. MVRLife biznesida katta natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, faqat o'zingizni emas, jamoangizni o'ylashingiz kerak. Haqiqiy lider doim quyidagilarni o'ylaydi. Jamoam qanday rivojlanyapti? Hamkorlarim nima o'rganyapti? Ularga qanday yordam bersam bo'ladi? Siz qanchalik jiddiy, samimiy va intizomli ishlasangiz, jamoangiz ham sizdan namuna oladi. Odamlar sizga qarab harakat qiladi. Shuning uchun liderning vazifasi o'zi o'rganadi va o'rganganini boshqalarga o'rgatadi. Jamoa qanday o'sadi? Tabiiyki savol tug'iladi. Jamoa qanday o'sadi? Faraz qilaylik, birinchi oyda siz 2 nafar hamkorni jalb qildingiz. Biri chap tomonda, biri o'ng tomonda. Keyin siz ularga ishni o'rgatdingiz. Ikkinchi oyda ular ham 2 tadan hamkorni jalb qildi. Jamoada jami 4 kishi bo'ldi. Uchinchi oyda yana 2 tadan hamkor jalb qilsa 8 ta. 4-oyda 16 ta. Mana shunday geometrik tarzda o'sib borsa, 1 yilda sizda 4096 ta hamkor shakllangan bo'ladi. Agar xuddi mana shu ikkilik tarzda yordam berilsa, jamoa to'g'ri shakllanadi va to'g'ri biznes qurilgan bo'ladi. Muvaffaqiyatning asosiy siri: bu biznesda maqsad o'zingiz boy bo'lishni emas, 2 tomoningizdan kuchli liderlarni yetishtirishdir. Agar chap tomoningizda liderlar, o'ng tomoningizdagi liderlar paydo bo'lsa, biznesingiz rivojlanadi. Agar jamoangizda odamlar sayohat qila boshlasa, daromad ola boshlasa, hayoti o'zgaradi
Ishoning, siz ham ular bilan birga katta muvaffaqiyatga erishasiz. Chunki MVR biznesining asosiy qonuni boshqalarga muvaffaqiyatga erishishga yordam bersangiz, muvaffaqiyat o'z-o'zidan sizda 2 hissa ortadi.